Varikozlarimiz ham, opa buni operatsiyasiz hal bo'lmaydi. Buni qin orqali operatsiya qilib, mana buni olib tashlab, keyin ana qilsa bo'ladi. Shundan keyin qolmaydi. Buni ham olib tashlash kerak endi. Qonni umuman anoqcha nimalari yo'qmi? Qo'rqinchli nimalari? Qo'rqinchi mana shuni o'zi ko'chaga chiqib turibdi, apa. Ko'chaga chiqqan, kimdir aytadi, Qarshiga onkologiyasiga borib topshir, bir nimalar deydi. Ya uni topshirish problema emas. Uni topshirishga biz o'zimiz ham gistologiya olib, hozir ham olib desangiz men topshiraveraman. Gistologiyamiz bor bizlarda. Hozir ham topshirib beraveramiz. Buni olib tashlash kerak bo'ldi. Shu bilan qutulasiz. Sababi. Shu bilan qutulasiz. Undan boshqa qutulish yo'li yo'q. Chunki tashqariga chiqib turibdi. Opa. Kontakt bo'lgani uchun ichki kiyimlar bilan, anolar bilan bo'lgani uchun bachadan bo'ynidan ana qilib turibdi. Nimaga endi operatsiya qilganki, olmagan bo'ladi? Yo'q, operatsiya qilgan sizda buyog'idan miyoma bormidi? Nima qon ketish bo'luvdimi? Nima bo'luvdi?